Bezlar kasalliklari. Odam organizmida biror bir xastaliklarning kelib chiqishi oqibatida yoki tanada bezlar oziqlanadigan darmondorlar, vitaminlar yetishmasligi sababli bezlarning ish maromi buzilib, inson organizmida o'zgarishlar sodir bo'ladi. Ko'pincha organizmda darmondorisi, vitamini kamayib ketgan hollarda turli a'zolarning ish faoliyati buzilib, xastaliklar kelib chiqishi mumkin. Kasallikni davolash usullari. Bunday hollarda darmondorilarga boy mahsulotlarni ko'proq iste'mol qilish lozim. Bunday taomlar bo'lka non, guruchli ovqatlar, jo'xori, go'ja, mol jigari. Agar ichki a'zolar ishini boshqaruvchi bezlar xastalansa, yong'oq bargini choy qilib, bir kunda bir mahal oz-ozdan ichib turish yaxshi natija beradi. Yong'oq bargi tarkibi karotin, askorbin kislotasi va darmondori gruppasiga boy bo'lib, xastalangan bezlarga yaxshi ta'sir qiladi. Damlama tayyorlash uchun bir osh qoshiq quritilgan va maydalangan yong'oq bargi olinadi. Ustiga 200 gram qaynoq suv quyib 30 daqiqa damlanadi. Shu damlamadan kuniga 2 mahal 1-2 osh qoshiqdan ichib turiladi. Meva-sabzavotlar. Meva-sabzavotlar sharbatlarini ko'proq iste'mol qilib turish lozim. Uzum sharbatini ko'proq ichish bezlar xastaliklaridan foyda qiladi. Agar shamollash oqibatida kishi organizmining tashqi bezlari xastalansa, qizdirish ham yaxshi davo qiladi. Uning natijasida shamollash ketadi.